Safar qildi Matmusa olisdagi shaharga. Ul shaharda yo'liqdi bir xo'r pari paykarga. Bo'ydoq edi Matmusa, uzoq turmay o'ylanib, qishlog'iga qaytdi u ul sanamga uylanib. Hech gap emas, vaqt kelsa aytar omad deb buni. 3 oy o'tmay jononning yaqinlashdi oy kuni. Hamma hayron, hamma lol. Biz bir yilcha kutardik, Matmusani xotira chiqib qoldi udarnik. Ne ekan deb shoshilib, zarbdorlikning bu siri chopib keldi suhbatga Donish gazet muxbiri. Biz ham chetda emasmiz, biz ham sherik mehnatga, deb Matmusa tirjayib qo'shiladi suratga. Ertasiga bu xabar tarqab ketdi har yoqqa. Sarlavhayam ajoyib, ilg'or o'rnak qishloqqa. Xat yog'lar erlardan, tashabbusni qo'llaymiz. xotinlarni tajriba almashishga yo'llaymiz. Alvon shiorlar paydo bo'lar har joyda. Yangilikka katta yo'l 9 oyni 3 oyda. Hayotlarda kekkayib, yayrab yurar Matmusa. Biz undoq, biz bundoq deb sayrab yurar Matmusa. Al-qissa shu, ba'zida shunday bo'lib qoladi. Birov qilib mehnatni, birov obro' oladi.